Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Chorsu bozor gul ishqibozlari. Mana bugun biz Sulton Aylani gul urug'lari haqida sizlarga ozgincha video obzor qilib tushuntirib berib o'tamiz. Hozir telefon nomerlarini ham eslatib o'tadilar. Nima narsalari borlari, nimalari yo'qlari haqida, udobrenalar, gullarga qanaqa udobrenalar quyish kerak, ishlatish kerak bo'ladigan bo'lsa, hamma ma'lumotlarga telefon orqali javob beradilar. Telefon qilishingiz mumkin soat 9 dan soat 8 gacha. Bemalol aloqaga chiqadilar. Telefon nomerlarida shu nomerda telegramlari ham bor. Telegram orqali yozasizlar. 12 viloyat bo'yicha pochta orqali chiqazib beradilar. Hamma narsalari bor. Yaxshi, kачественный. Telefon qilib bemalol gaplashib o'rasizlar. Hozir mana boshlaymiz. Telefon nomeringizni aytasiz. Assalomu alaykum obunachilar. Charchamayapsizlarmi? Hammanglar salomatmisizlar? Hozir Ramazon ulug' ayyominglar ham muborak bo'lsin. Mana Muhammad Ali do'stimiz bilan mana shu qator ko'rsatib o'tamiz hamma narsalarni. Bir chekkadan boshlaydigan bo'lsak, mana asmakotlar 9 oylik. Eng yaxshisi mana xudo xolasa, dori vitaminlar. Hozir mana gullar ko'chirishlari juda avjiga olgan. Albatta ko'chirgandan keyin karnavillardan qo'yishimiz kerak bo'ladi. Karnavillar ildizlariga Carneros dobrina ildizani baquvvat qiladi. Juda zo'r narsa mana. И antistressdan epinsilkom bilan chiqaramiz mana. HP 101 lar mana. O'zi Yaponiya original bo'ladi. Barcha dorilar mana hammasidan bor. Ustalab turgan dreveshni ugl doimgidek. Монокалий фосфат, сульфат магния, актара, кристаллон, хелаж железа, форте, сульфат магний, монокалий kattalardan bor mana. Orxideyalar uchun tayyor mana. Hamma vitaminlar ichida bor, готовый mana. И kichkina torflar mana 2,5 metr. Orxideya, azaliya, fikus, palma, geran, fialka hammasiga bor mana. Ko'pchilik so'ragan fialit mana kirali bo'ladi. Sizni qo'lingizdan yedim. Este gazollar. Kokosli chips mana. Sasnovo kara, kokosli chips. Pelit vermiculit. Universal kokosli torf, verxovый torf, agrobal, kislый torf. Mana rossiyskiy torfingizni nima deb ishlatiladi o'zi? Muhammad Ali bu kokosli torf. Hozirgi kunda ko'p odam cheringa qiladi, ko'p almashtiryapti ko'pchilik. Shuni torflarga qo'shadi. Bu ildizni qotib qolmaydi, yumshoq turadi, yengil, lehkiy bo'lib turadi. Ha, ildiz otib berishga yaxshi yordam beradi. Yordam beradi. Agrobaltdan tengma-teng chiqib oladi kachisi bas. Agrobaltdan ham zo'r chiqadi. Mana o'zimiz katta g'isht olib erib tayyorlaganmiz mana. Chipslar hammasi bor ishda, tayyor. Mana sizdan olgan lola piyozlarimiz bor-ku, tegi ozgina qo'lga ko'rsatay mana. Juda yumshoq ekan. Juda yumshoq mana. Xuddi ani quri choyi damlangandan keyin nima bo'lib qoladi, xuddi shunaqa narsaga o'xshaydi. Bitta lola piyoz shunchadan mana. Shuni qo'yamiz, ustiga lola piyozni qo'yasiz. Shunda piyozni 90%, 100% unib ketishga yordam beradi. Quruq yerdan ko'ra ancha sifati yaxshi. Sizda o'sha lola piyoz olishganda tegi ozgina sovurilsa, ildiz o'tish yaxshi, sifati yaxshi bo'ladi. Keyin qarang, bizning obunachilarimizda bitta savol tug'iladi. Labbay. Kisli torf bilan rossiyskiy torf, agro torflarning nima farqi bor? Shularni ham yaxshilab tushuntirib berib o'ting. Tushuntirib o'tamiz. Mana kisli torf ko'tadigan bo'lsak mana. Kisli torf pHli bo'ladi Muhammad Ali. Kislotlis bo'ladi mana buni yonida. Bular original, hammasi original. Narxlaringizga kafolat beradi. Kafolat beramiz. O'zini firmani original. Firmani o'ziniki, qo'shilmagan o'ziniki, firmaniki mana. Hammasi Agrobaltdan Pitipurdan firmaniki. pH bo'ladi, kislotniy bo'ladi. Bu kislotni esa kislot xohlaydigan gullar bor. Gartenza, geran, azaliya, mujgu, shasti, zen shasti, anturin deydi. Ular kislotisi baland bo'lishi kerak. Qancha yuqori bo'lgan sari uning baylari gullash yaxshi bo'ladi, sifati zo'r bo'ladi. Bu ham lehkiy mana, yengil bo'ladi, o'ta yengil bo'ladi bu ham. Juda yumshoq. Juda yumshoq bo'ladi. Bu Agrobalt qiladigan bo'lsak, mana Agrobalt unga nisbatan ham yumshoq bo'ladi mana. Yengil bo'ladi, Agrobalt og'il turmaydi. Agrobaltga ko'proq privazli gullar ekiladi. Ildiz yaxshi otish uchun qotib qolmasligi uchun bo'ladi. Agrobalt o'ziga ekiladi. Dababga qilish uchun pelet vermiculit qo'shilsa bo'ldi. Hamma sifati o'zida yaxshi chiqadi buni. Albatta buni o'zining qo'shilgan me'yorlari bor. Masalan, 1 kg agrobalt oladigan bo'lsak, 100 g pelet, 100 g vermiculitdan qo'shish kerak bo'ladi.
unaqa narsalar kerak bo'ladigan bo'lsa, siz o'zingiz tayyor universal qilib jo'natib berishingiz Albatta, kerak. albatta chiqarib beradi. beradi. Endi hozir obunachilarimiz yangi qiziqayotganlar bo'ladi orasida. Albatta. Tushunmaydiganlari bo'ladi. O'shani hisobiga siz o'zingiz cho'tki qilib tayinlab qilib beradigan bo'lsangiz, siz o'zingizdan promo kelib olishadi, dastavka qilib berasiz. Xudo xolisa nasib qilsa juda oladigan obunachilarimiz ko'p. Bo'ldi, Muhammad aka, siz orqali bog'lansa ham bo'laveradi. Xudo xolisa shu joyda yana bitta eslatib o'tamiz. Eslatib o'tamiz, 93lik 779 20 52 telefon qilib bog'lanasizlar. Mana bu yerda urug'lar mana. Mana kiloli urug'lar mana. Sabzavotlardan, gullardan vitamin, dorilar hammasi bor. Muhammad aka. Mana shu joyda mana yana bitta savol tug'iladi. Mana razifnoy urug'imiz bilan mana bunaqa pachkoy urug'imizni farqini tushuntirib berib o'ting. Xo'p, razifnoy urug' bo'ladigan misol qilib qishloq shohida tushuntiradigan bo'lsak, masalan, salat bariga ekdik. Shuni ekib urug'ini olamiz. Olib turib uni saqlab, razifnoy qilib bu yoqqa olib chiqamiz, sotishga olib chiqamiz. Buni chiqish darajasi 60-70% bo'ladi. Pochkalangan misol keltiradigan bo'lsak, u ham qo'lda olinadi. Olingandan keyin u pochkalangan urug'lar abrobotga qilinadi. Kuchuk bo'lmasligi uchun, ichiga qurt-qulqi tushmas, abrobotga qilinadi. Chiqish darajasi 90% 100% ga oshadi. Pochka unumdorligi ko'payadi. Sodda qilib tushuntirganimizda pochkaliklar immunitetni ko'tarib, har qanday kasalliklarga chalinishga qarshi immunitet hosil bo'ladi bu urug'larda. Pochkali bo'lgani hisobiga. Dorilarga, vitaminlarga, ham mutabiyalarga to'yintiriladi. Ammo bunaqa mahalliy urug'larimizda bo'ladigan bo'lsa, shundoq qo'lda yig'ib olingani hisobiga shundoq qurtiladi bo'ldi, sotuvga chiqadi. Yo'q, abrobotga qilinmaydi. Abrobotga qilinmaydi bular. Abrobotga qilinmaydi. Shuni hisobiga bularda unumdorligi 75% bo'ladigan bo'lsa, bularda unumdorligi 100% ga chiqargan. 90 sodda qilib sizlarga tushuntirib berganim. Xuddi shunday bo'ladi mana. Pochkali urug'da farqi bor, обязательно farqi bor. Ko'p odam masalan Muhammad Ali pochka urug' sotamiz bilasiz. Bunda deydi ichida deydi bundan farq qilib bo'ladi deydi. Grammi deydi. To'g'ri farq qiladi. Masalan 100 gram salat bariga oldingiz 100 gram, chiqarasiz 50-60%. Lekin siz pochkada ikkita pochka oldingiz, chiqarasiz 90-100%. Effektda pochkaniki обязательно farqi bo'ladi. Mana. Demak, bu mana razifnoyda ozgina baribir oralarda puchlari bo'ladi. Bo'ladi. Mana bunaqa pochkalanganlarda orasida puchlari bo'lmaydi, chunki magnitdan o'tgan bo'ladi. Abrobotga qilingan. Shuni hisobiga, lekin misol me'yor bor, o'zini kamroq hamma upakovka qilingan. 10 gram, 0.5 gramda solingan bo'ladi. Shuni hisobiga ko'pchilik aytishi mumkin, yo'q, pachkada kam, men kilolar bosam ko'p bo'ladi degan bo'lishi mumkin. O'sha fikrga javob siz aytganingizdek, abrobotga qilib dorilangan bo'ladi. Pachkadagilar bu rasmda bilan shunday solingan bo'ladi. Shunda farqi bo'ladi. Kamroq urug' olaman, yaxshi urug' olaman degan obязательно pachka urug' oladi. Tushunarli. Hammaga tushunarli bo'ldi. Narsalar haqida ma'lumot berib o'tsak kerak. Xo'p, ichkarida ham chiroyli narsalar. Tushuntirmagan narsalarimiz mana, xo'p. Bu yerda o'tamiz. Mana vermikulit. Kedagi mana. Ko'riniz. Vermikulit o'zi 30 ming 40 ming sotiladi. Obunachilarga 25 mingdan kilosi vermikulit. Pelletik ham 25 mingdan. Kislitorf 18 gramga sotiladi bozor bo'yicha. Mana o'zi Muhammad Ali obunachilari o'z obunachiga keladigan bo'lsa 15 ming so'mdan kilosi. Bular azotlar 10 mingdan kilosi. Xo'p, mana torflar mana 50 litrlik 200 mingdan. Xo'p, ularni skidga qo'yamiz. 180 qilib beramiz 50 litrlarni. 70 litrlik 220 ming so'm. Bu gazollar mana. Gazollar hammasi original. Mana korobkali gazollar. Mana bu telefon nomerlarimiz, telefon qilib korobkali gazollar yaxshi, hammasi sifat. Taksomon 100 ming sotiladi. Mana Muhammad Ali ham o'zi ham biladi. Qimmat, hammasi sifatli, garantiya gazollar. Faqat o'zim obunachilar kelsa, mana Muhammad Ali orqali kelsa ham bo'laveradi. Hammasiga skidga qilib, hammasini kichikroq qilib beramiz, obязательно. Masalan, boshqadan 100 ming solsak, obunachimiz deb kelsa, har doim 20% skidga bo'lib kelgan, shu paytgacha arzon bo'lib kelgan. Faqat sifatli narsa berilgan hammasiga. Telefon qilib bog'lanasizlar, Muhammad Ali orqali bog'lansanglar ham bo'ladi. Hamma narsani dastavka qilib beramiz. Men endi sizni ja unaqa urug'laringizni ja unaqa tushunmayman. O'zingizga bog'langanligi yaxshi. Baribir qanaqa tushuntiradigan narsalar bu narsa savollar bo'ladigan bo'lsa, men endi piyozli narsalar bo'yicha o'zim tushuntirib qilib berishim mumkin. Mana bunaqa dori vitaminlar haqida, urug'lar haqida sizni o'zingizga telefon qilib bog'lanishadi. Albatta. Yana ko'p narsa sizdan ko'pchilik olib piyoz oladi Muhammad Ali. Bitta dori tushuntirib o'tay. Lola piyoz oladigan obunachilar. Ko'pchilik sizdan olib ekadi uyga ko'pchilik. Mana shundan обязательно ishlashni tavsiya qilamiz Muhammad Ali. Maksim Dachik. Bu lola piyozni bitta abrobotga qilib beradi ekishdan oldin. Suvi tayyorlanadi. O'sha tayyorlangan suvga lola piyoz bitta-bittadan botirib chiqadi. Abrobotga qilib, keyin o'shandek o'zini ekadi. Unga ham vitamin bo'ladi. Boshqa vitamin berib bo'lmaydi chiqqandan keyin. Обязательно mana mashinadan suvga tayyorlab lukovitsa piyozni ekinlardagi hammasi. Lukovichning mahsulotlari uchun. Albatta, faqat shuni abrobotga qilib, xolasangiz 1 soat qo'yib qo'yish, yarim soat qo'yib qo'yish mumkin. O'zi yaxshi kun bo'ladi. Olganingizdan keyin sraz ekasiz. Yanada quvvat vitamin bo'ladi. Chiqish uchun yordam beradi. Faqat lukovits narsalar uchun. Unumdorlikni oshirib beradi bu ham. Albatta. Sizlarga yana bitta fishka.
Faqat obunachilar uchun. Faqat obunachilar uchun. Hurmatli obunachilar, bizani kuzatishda davom etinglar. Albatta. Sulton Ali sizlarga hozir imkon qadar to'liq ma'lumot berishga harakat qildilar. Agarda tushunmagan joylaringlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Hozir yana bir bor telefon nomerlarini men kommentariyaga yozib qo'yaman. Qanaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sizlarga promo kod berilyapti. Nima? Biz obunachimiz deb kelasizlar, sizlarga 20% skidka qilib beriladi. Telefon orqali o'zingizlar kela olmasanglar ham telefon orqali telefon qilsanglar bemalol. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Ro'za Ramazon oylarini yaxshi o'tkazib olinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.